Diqqat, butun xalq uchun dahshatli xabar. Afsuski, xalqning otasi, prezidentning ahvoli bugun og'irlashdi. Barcha fuqarolar tezda duoda bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Prezident Ramzan Qodirovning buyraklari ishdan chiqdi. Kreml Checheniston rahbari uchun zudlik bilan o'rinbosar qidiryapti. Ukraina razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Ramzan Qodirovda buyrak yetishmovchiligi og'ir shakli bor. Xabar qilinishicha, u Chechenistondagi xususiy klinikalarda uning atrofidagilar, jumladan xorijdan kelgan vakillar ham bor. Holat yomonlashganligi sabab Moskva allaqachon yangi mintaqa rahbari nomzodini kelishish jarayonini boshlagan, deyiladi xabarda.